Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Biz bugün Allah'ın fazli merhameti bilen ulum-u şer'iyyalarninki götürüp bolgan ulumul Qur'onga tava kitabımız Buhus fi usulut tafsir ve menahicuhuni başlamakçı. Endi biz kitap başlaştan ilgiri okumakçı olan bu penninki bizninki asası kanunumuz, şeriat menberimiz olan Kur'an-ı Kerim bilen münasebeti qandaq. Kur'an-ı Kerim düşüş tarixiga nazar salsak, bu penninki o'rnini topa olaymiz yo'qmi? Musha haqda bir qism mazmunlarni oydinlashtirib o'tgandan keyin, undan keyin darsning asosiy mazmuniga o'tamiz. Hammamizga ma'lum, Payg'ambar alayhisolatu vasallamga 40 yashiga yetgan vaqtida Ruhul Qudus Cibril aleyhisselam arqılıq Kur'an-ı Kerim'nin tunji ayeti İqra bismi rabbikellezi xalaq degan ayet tush arqılıq yer shari insoniyatninki Allohning hidoyatini qabul qilish tarixi boshlangan. Shu ayet tushgandan tortib Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining payg'ambarlik vazifasini ado qilish uchun da'vatni boshladi. Da'vat jarayonida şu tushgan oyat va ahkomlarni amaliy hayotidagi amaliy ish harakati orqali atrofidagi sahobalarga, atrofidagi boshqa kishilarga tatbiqladi. Endi biz Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotiga qaytadan nazar solsak yoki inchiklab tekshirgan vaqtimizda bunday bir ahvollarni bayqaymiz. Qur'oni Karimning oyatlari e'tiqod mazmunidagi oyatlar, ijtimoiy axloq mazmunidagi oyatlar, amaliy shar'iy ahkomlar turidagi oyatlar asosiy jihatdan cho'ng uchga bo'linib tushirilgan bo'lib, Payg'ambar alayhisalom bu tushirilgan oyatlarni mayli e'tiqod masalasiga doir oyatlar bo'lsin, yoki ijtimoiy axloqqa doir oyatlar bo'lsin, yoki amaliy ahkomlarga doir oyatlar bo'lsin, buni o'zining amaliy ish harakati orqali shu sharoitiga mos shaklda tatbiqlab sahabalarga shu bo'yicha o'rgatgan. Endi sahabalar eng uzuni 23 yil, eng qisqasimi necha yoki necha yil atrofida Rasulullohga hamroh bo'lish orqali Qur'oni Karimning tatbiqlanish amaliy ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki o'zining beshidan ko'chirgan, ya'ni boshdan o'tkazgan. Mushriyanida masalan sahabalar Payg'ambar alayhisolamga oyat tushgan vaqtda Rasulullohning qashida şu ayet tushishni taqozo qilgan muhit ular yashayotgan muhitning o'zi shu. Yoki oyat tushgan vaqtida yuz bergan ba'zi bir hodisa, ba'zi bir savollar dal sahobalarning atrofida sahobalarmi shuning mazmunini bilmoqchi bo'lgan oyat yoki ahkomlar bo'ladi. Ahkomlar bo'ladi. Shuning bilan shu atrofdagi sharoitga mos shaklda shuning masalalarini hal qilish shaklida yoki yuz bergan masalalarga yechim shaklida yoki so'ralgan savollarga javob shaklida oyat tushganida bu masala sahobalarning kallasida garchi Rasululloh tushuntirib qo'ymasimi o'zligidan tushuntiriladigan ahvol bo'ladi. Shuningga usul ulamolari, mufassir ulamolar Qur'oni Karimningki sahobalarga Rasululloh tomonidan qilingan tafsirning ko'p emas ekanligini ta'kidlashadi. Demek hem sahabeler Resulullah'ın hayatında Kur'an düşünüşte ikinci bir düşüncege muhtaç buluştuğun ilgili ulanın etrafını koruşavatkan, muhit, andiken uladı yüz biravatkan meseleler, ulanın arasını çıkıvatkan, cevap talep kılavatkan suallarının ki taqazzası olan Kur'an-ı Kerim'de düşken ayet ve ahkamlarını tabii halette düşünüş ahvalı var. Bu bir mesele. Ondan keyingi masalada bular Rasululloh bilan birga hamroh bo'lib, oyat tushish jarayoniga hozir bo'lgan bo'lg'achqa, munosabatlik ahvollarni ko'rgan bo'lg'achqa, ya'ni oyatning sabab nuzulini bilgan bo'lg'achqa, bu bir. Yana birisi oyat biz Qur'oni Karimni ko'rgandek tartib bilan tushgan emas. Uning o'ziga xos tartibi bor. Resulullah'ның sahabeleri Resulullah'ның hayatında şu xas tertiplerinin hemmisini gözden geçirgen, hemmisiga hazır olan şahit olgan. Ondan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu'nun devredeki toplanish,
ahvoli olsun, yoki Osmon roziyallohu anhuning davridagi to'planib taqtilish, ko'chirilib taqtilish ahvoli olsun, bularning hammasida sahobalarning kallasida Qur'onning asli tartibi qaysi, keyingi tartibi qaysi, ra'langan tartibi qaysi. Bular sahobalarning kallasida aydın masala. Undan boshqa ma'lum bir temadagi tushgan oyatlar, masalan, haroq haqida 3 bosqichga bo'lib tushgan oyatlar, jazoni haqidagi 4 bosqichga bo'lib tushgan oyatlarningki birinchi bosqichda qaysi voqelik tushdi, ikkinchi bosqichda qaysi voqelik tushdi. Uchinchi bosqichda qaysi voqelik tushdi, oxirisida qaysi hukm kuchga ega bo'lib musulmonlar orasida umumlashtirildi. Bu masalalar hammasi sahobalarning kallasida, shu vaqtdagi sahobalarning o'rin, yashayotgan muhit, Rasulullohga hamroh bo'lish sabab vasitasi bilan bularning hammasi sahobalarning kallasida aydın masala. Aydın masala. Undan keyin oyatlarningki til nuqtasini o'z ichiga olgan ba'zi mazmunlari. Til nuqtasini o'z ichiga olgan ba'zi mazmunlari. Masalan, oyatlar qo'llanilgan til uslub jihatdagi, til mahorat jihatdagi, masalan, Qur'oni Karim ishlatgan am va xoslarningki ifodalari, mutlaq muqayyatlarning ifodalari, amirlardan chiqadigan ifodalar, nahiylardan chiqadigan ifodalar, mushtarak lafzlarning ifodalari, qatorliq tilga munosabatlik mazmunlar masalasiga kelsak, sahobalarning shu davrining o'zidagi til sohiblari o'g'ach, Qur'on ishlatgan uslublar, til qoidalari sahobalarning vujudida amaliy bor bo'lgan qoidalar, amaliy bor bo'lgan bir xil iqtidor bo'lg'ach, Qur'oni Karimningki yana nurg'un mushu tarafga aloqador oyatlarni sahobalar tushunishda intayin qulay, oson, ya'ni ikkinchi bir narsaga muhtoj bo'lmasdan, ikkinchi bir odamning tushundirilishiga muhtoj bo'lmasdan tushunadigan bunday ahvollar bor. Ya'ni bayatimiz birinchi nuqtada bir mazmun qaysi ta'kidlasak, masalan, bir tema haqida bir oyat tushib, keyin bu mansub qilingan bo'lsa, sahobalardan ilgari tushgan oyatga hozir bo'lgan, keyin tushgan mansub qilgan oyatga ham hozir bo'lgan masalan. Demak, yuqoridagi ikki omil sahobalarning Qur'oni Karimning o'zligini tabiiy tushunadigan, amaliy tadbiqot shaklida tushunadigan bir holat shakllangan. Oyatlarning nurg'ulari kechada tushgan bo'ladi, nurg'ulari kunduz tushgan bo'ladi. Uning qoritilmaligida farq bor. Yozda tushgan oyat, qishda tushgan oyatlar bo'ladi, qoritilmaligida farq bor. Ularning hammasini mufassirlar va ulumul Qur'on ulamolari ancha-muncha shu masalalarni tilga oladi. Makkada tushgan oyatlar bo'ladi, Madinada tushgan oyatlar bo'ladi. Hijratdan ilgari tushgan oyatlar bo'ladi, hijratdan keyin tushgan oyatlar bo'ladi. Bu oyatlarning hammasidagi asosiy tema, muhim mazmun, qo'shimcha mazmun va oyatning qoritilmalik taraflari sahobalarning kallasida. Yuqoridagi omillar tufaylidan sahobalarning davrida Qur'oni Karim tushunishda bular haddan ziyoda ko'p qoida, prinsip yoki biz hozir o'qimoqchi bo'lgan ulumul Qur'onga o'xshash prinsiplarga nima bo'lmaydi, muhtoj bo'lmaydi. Amaliyotda men bayatni so'zlagan omillarning hammasi dal biz o'qimoqchi bo'lgan ulumul Qur'onning o'zi shu. Undan keyin sahobalarningki Qur'oni Karimga bo'lgan tushunchasi ikki nuqtadan oshqor vaqtida, ya'ni sahobalar o'zining atrofini qurshab turgan muhitlar bilan, o'zi ko'rgan amaliy voqelik jarayonlar bilan Rasulullohga hamroh bo'lishdan tushungan yoki o'zi bilgan tilning xarakter xususiyatlari bilan, til qoida uslublari bilan Qur'oni Karimni tushungan vaqtida andan keyin, ya'ni ma'nodan halqagan doiralar bo'lib qolsa, masalan, oyatdagi qaysi nasix, qaysi mansux masalalari, masalan, oyatning umumiy maqosid masalalari, masalan, yoki til doirasidan halqagan so'zliklarini izohlaydigan masalalar va undan boshqa yuqorida biz degan omillardan g'ayri bo'lgan halqagan shakldagi oyatning tushunchalariga muhtoj bo'lib qolganida Rasulullohdan so'raydi yoki Rasulullohdan so'rasa Rasululloh o'zligidan qanaqa qiladi, tafsir qiladi. Mana bu sahobalarning davridagi Qur'onga bo'lgan umumiy tushuncha prinsipi, tushunchaning umumiy jarayoni. Endi vaqt, davr Rasulullohning davridan borgan sari yiroqlashib, kishilarning Rasulullohning davridagi umumiy muhitlarga bo'lgan tunishi borgan sari yiroqlashib, zihnimizda g'uvolashib turgan sari shu vaqtdagi davr voqeliklarga bog'lanib, amaliy sharoitlarga bog'lanib, til uslublariga bog'lanib tushunilgan ba'zi oyatlar nisbatan keyingi davrlardagi kishilarga nisbatan bir xil tadrijiy tushunchasiningki g'uvolish ahvoli yuz berdi. Chunki tildimi ma'lum vaqt o'tgandan keyin albatta o'zgarish yuz bergan bo'libmi arab tilda. Chunki islomiyatningki tabiinlar davrida g'ayri arablarningki islomga favqulodda to'p ko'p kirish sababli
Ondan keyin g'ayri arablarningki din o'rganish, Qur'on o'rganishga bo'lgan qizg'inligi sababli bularda bir xil din o'rganish qizg'inligi yuqori ko'tarilgan. Ondan keyin arablar bilan aralashish yuz bergan. Shuning bilan ikki millat aralashgan vaqtda tabiiylam bularda nima yuz berishi aniq. Tilninki buzilish ahvoli yuz berishi aniq. Unda bo'lganda kingi kishilarning kallasidagi til tasavvurlari, til qoidasiga bo'lgan, til uslublariga bo'lgan tushunchalarningki tabiiy boshqacha bo'lishi bu tabiiy ahvol. Endi shunda omillar tufayli keyingi davrdagi ulamolar o'zi Qur'oni Karimni o'z vaqtidagi biz bayatni degandek omillarga, sharoitlarga va amaliy tushunchalarga bog'lab tushungandan so'ng o'zidan keyingi kishilarning tushunishi uchun Qur'oni Karimni tushunishda xatolashmaslik uchun, chetnab ketmaslik uchun bular o'z vaqtida o'zi tushungan qoida prinsiplarni prinsiplashtirib bizga qoldirib ketgan. Mana shuning o'zi biz hozir o'rganmoqchi bo'lgan kitobningki asosiy mazmuni hisoblanadigan Ulumul Qur'on hisoblanadi. Bizlar o'qimoqchi bo'lgan kitob Ulumul Qur'onga tava kitob, ya'ni Buhus fi usulut tafsir va manahijuhu. Biz darsimizni boshlashdan ilgari yuqorida qisqagina Ulumul Qur'onning prinsiplari haqida ba'zi ma'lumotlarni berdik. Endi darsimizning amaliy jarayoniga o'tamiz inshaalloh. Endi biz boshlamoqchi bo'lgan kitob bayatimiz deb o'tganimizdek Buhus fi usulut tafsir nomli kitob. Ya'ni ustoz doktor Fahd ibn Abdurrahman ibn Sulayman ar-Rumi ning yozgan kitobi. Bu ustoz to'g'riliq azroq ma'lumot berib o'tash to'g'ri kelib qolsa, ustozimiz ilmiy unvoni ustoz darajalik ustoz, ya'ni doktorlikdan yuqori ustoz deganni ko'rsatdi. Navbatdagi mush kitobni yozgan vaqtdagi amaliy xizmati Riyozdagi Darul Muallimin fakultetiningki Qur'on tadqiqot qismidagi o'qitish hay'atida xizmat qiladi. O'qish tarixini bir anglab o'tsak, Hijriya 1383-yili Riyozdagi boshlang'ich maktabda, 1389-yili Riyoz ilmiy ma'hadning to'liq o'tirini bitirib, 1393-yili Riyozdagi shariat fakultetini bitirgan. Ondan keyin 1400-yili Hijriya Riyozdagi Usuluddin fakultetining magistrlik unvoniga erishgan. 1405-yil Hijriya Riyozdagi Usuluddin fakultetining doktorlik unvoniga erishgan. Kitobning avtorininki umumiy ahvoli shu. Endi biz kitobimizga kirishdan ilgari kitobimiz umumiy jihatdan usulut tafsir nomi bilan atalganligi bilan amaliyotda kitobimiz cho'ng jihatdan Ulumul Qur'on degan cho'ng fanninki bir parchasi, ya'ni shu cho'ng sohadagi bir tur hisoblanadi. Avval biz bu turga kirishdan ilgari Ulumul Qur'on to'g'riliq ba'zi bir ma'lumotlarga ehtiyojli. Ya'ni Ulumul Qur'on degan nima? Ulumul Qur'on degan nima? Qanday fan, nimalarni tadqiq qiladi? Bu to'g'riliq qisqacha bir tushuntirish berib bo'lgandan keyin aniq o'zimizning mazmuniga o'tamiz. Endi Ulumul Qur'on deganimiz buningga mushu sohadagi kasbiy ustoz ulamolarimiz har xil ta'birlarni bergan bo'lib, ammo cho'ng jihatdan asosiy negizlikka maqsadni ifodalashda hammalarning ta'rifoti bir o'qimg'iga, lekin shakl jihatda ba'zi bir aloqador mazmunlarni qo'shish jihatda, aloqador mazmun jihatda azimcha farqli iboralar ifodalagan bo'lsa-mu, asosliq cho'ng jihatda bularning iborasi asosan farqlanmaydi. Masalan, mush sohadagi matbu xarakterlik rumuz xarakterlik ulamolardan Sheyx Zarqani va biz o'qimoqchi bo'lgan mushu kitobningki avtori Ulumul Qur'onni ta'rif qilib, Ulumul Qur'on hiya mabahis tata'allaqu bil Qur'onil Karim deb manda ta'rif qilgan. Ya'ni Ulumul Qur'on deganimiz Qur'oni Karimga munosabatlik bir bo'lik tadqiqotlar, bahslar deblam qisqagina ta'rif qilgan. Bizning shayximiz Mannaul Qattan, hammalar bilamiz, Mabahis fi Ulumul Qur'on deb bizning shu o'qitish sohasida xil keng tarqalgan o'quvchilarning qizg'in suyib o'qishiga erishgan kitobning birisi. Mush kitobning avtori Shayx Mannaul Qattan
ulumul Qur'on deganimiz al-abhas al-mutaalliqa bil Qur'on. Ya'ni bayatdanqi Shayx Zarqani bilan doktor Fahdur Rumininki ta'rifati bilan Mannaul Qattanning ta'rifati cho'ng jihatda cho'ng farqlanmaydi masalan. Ammo endi boshqa ulamolarning o'zi yuqoridagi ta'rifatlar bir xil maxsus ifodalar bilan birga ulumul Qur'onni yaratgan. Masalan, o ta'rifatlarni ulumul Qur'onning ichidagi xos fanlarga, masalan, nasikh mansukh deymiz, Makki madaniy deymiz, o Qur'onning to'planishi qatorliq deymiz. Bunda masalalarga o'rtaq ishlatsak bo'ladigan bir o'rtaq ta'rifat bo'lib qoldi deb qarab, o'rtaq ta'rifat bo'lib qoldi deb qarab, buningga boshqacha ta'bir bergan ahvolim bor. Masalan, ulumul Qur'on degan nima desa, ilmun yadrusul mawdu'at al-mutaalliqa bil Qur'onil Karim, sawa'un akanat khadimatan lahu am mu'inatan ala fahmihi. Ya'ni ulumul Qur'on deganimiz bir fan bo'lib, Qur'oni Karimga munosabatlik temalarni tadqiq qiladi deydi, bahs qiladi. Mayli, o temalar Qur'oni Karimga bevosita xizmat qiladigan xos mustaqil temalar bo'lsin yoki Qur'oni Karimni tushunishga yordam bo'ladigan munda temalar bo'lsin, Qur'oni Karimga xos, Qur'oni Karimga munosabatlik temalarni tadqiq qiladigan fan deb manda tadqiq qilgan ahvollarmi ham bor. Endi mushu munosabat bilan yana qo'shib qo'yadigan bir gapimiz, ulumul Qur'on cho'ng bir doira hisoblansa, usulut tafsir, hozir bir o'qimoqchi bo'lgan usulut tafsir dal ulumul Qur'onning ichidagi bir tur, ya'ni Qur'oni Karimga xizmat qiladigan ulumul Qur'onning ichidagi bir tur hisoblanadi. Ammo usulut tafsirininki doirasiningki cho'ng bo'lganligi, munosabatlik temasiningki ahamiyatining zo'r bo'lganligi va boshqa egallagan hajmining cho'ng bo'lganligi munosabati bilan usulut tafsirining hajmi cho'nglab, garchi bu ulumul Qur'onning ichidagi bir tur bo'lsa-mu, ulumul Qur'on bilan tanglashib qalay deb qolgan holat shakllanib qolgan. Shuningcha ba'zi ulamolar ulumul Qur'onni usulut tafsirni ulumul Qur'on deb almashtirib ishlatadi majazan. Garchi usulut tafsir ichidagi tur ulumul Qur'on cho'ng tur bo'lsa-mu, ya'ni ma'o bal kategoriya, avu ana kategoriya bo'lib qolsa-mu, lekin ma'ning hajmining cho'ng bo'lganligi, o'quvchilik bo'lgan ahamiyatning zo'r bo'lganligi, xususan Qur'onga munosabatlik fanninki ahamiyat jihati eng cho'ng bo'lganlik munosabati bilan ba'zi ulamolarimizdan ikkisini o'rtaq ishlatadigan ahvollar bor. Masalan, mushu kitobning avtori bo'lgan doktor Fahdur Rumi yusamma hada al-ilm bi usulut tafsir. Mapenin ulumul Qur'onni usulut tafsir deb ataladi. Chunki usulut tafsir dal mufassirga munosabatlik, mufassir bilishga munosabatlik masalalarning hammani o'z ichiga olgan. Unda olganda bu Qur'oni Karimningki ulumi hisoblanadi, ulumiga munosabatlik fan hisoblanadi. Unda olganda ikki nom atalg'ini aralashtirib ishlatsak bo'ladi yoki ana deb atsak bo'ladi degandek mazmunda bir ta'rifatni bergan. Mannaul Qattan deydi va qad yusamma hada al-ilm bi usulut tafsir. Ba'zida mapan ulumul Qur'on degan cho'ng fan usulut tafsir degan nom bilan ma'turadi. Bunishqa bu mufassir Qur'on tafsir qilishda tayanishga tegishlik, bilib olishga tegishlik muhim mazmunlarni, mabhaslarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa degan asosan ikkisiningki ta'rifati birisi-birisidan tamaman farqsiz deb tushunsak bo'ladi. Farqsiz holda mushu fikrni o'tirib qo'ygan. Ya'ni ulumul Qur'onni usulut tafsirni ulumul Qur'on atsak bo'ladi. Ammo inchkiligan vaqtimizda ikkisini o'tirida ma'lum darajada farq bor. Ya'ni ulumul Qur'on cho'ng bir soha, cho'ng turining ismi, usulut tafsir shu cho'ng turining ichidagi xuddi rasmul Qur'onga o'xshash, qiroat, tajvidga o'xshash, ulumul Qur'onga tava fanlarning qishidagi bir fan. Ammo shuni e'tirof qilish kerakki, ulumul Qur'onning hajmi avlarning hajmidan va doirasi ularning doirasidan va ahamiyati ularning ahamiyatidan favqulodda cho'ng turdandir. Ondan keyin biz ulumul Qur'onning ta'rifatini ancha-muncha xabar tayib bo'lgandan keyin ulumul Qur'onga munosabatlik temalarni taxminan cho'ng yig'ib 10 temaga bo'ldik hisobda. Masalan, Qur'oni Karimning tushishiga munosabatlik fan, ulumul Qur'onning ichidagi tarmoq fanlar, ondan keyin Qur'oni Karimning to'planishiga munosabatlik fanlar. Masalan, Qur'oni Karimning tushishiga munosabatlik fanlar deganimiz Qur'oni Karimning ichidagi avvali ma nazal, oxiri ma nazal, shundaymi? Kunduzda tushgan, kechada tushgan, har bir temada avval tushgan, keyin tushgan, Makka tushgan, Madina tushgan degandek ma'noga munosabatlik butun fanlar
ilmu nuzulul Qur'on deb ataladi. Muşular. İkincisi Qur'oni Karimning to'planish munosabatlik bilan Qur'oni Karim tarixda ikki qitim to'planishni boshdan kechirgan. Bir qitim Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi to'planish, bu to'planishning muddaosi va shakli o'zgacha. Ikkinchi qitim Usmon radhiyallohu anhuning davridagi to'planish, ma to'planish farisi va bu to'planishga sabab bo'lgan muddao maqsad o'xshamaydi. Ham bu asosan birinchi qitimning to'planishga asoslanadi. Garchi ba'zi bir qism farqlar, ba'zi bir qism shartlar ortiq bo'lsa-mu va keyingi keltirgan natijalar o'xshamasimi? Üçüncüsü qiraat bilimi mesela. Bu ayrı bir saha, ayrı bir fen. Aniken ilmu ma'anil Qur'an. Qur'oni Karimning so'zliklarga munosabatlik bilan ilmu tafsir. Dal biz hozir o'qimoqchi bo'lgan. Usul tafsir shuning tahtiga daxil. Tafsir va tafsirga munosabatlik usul qoidalari, prinsiplar deganlarni o'z ichiga oladi. Aniken ilmu suvarul Qur'on va oyat. Qur'oni Karimning sura oyatlariga munosabatlik qaysi sura ilgari, qaysi sura keyin tushgan oyatlarning aslida ilinishi, tushishi, shakli qanday hozirda ilinish deganek bunga munosabatlik masalalar. Qur'oni Karimning fazilatga munosabatlik ilmlar 7-si. 8-si ahkamul Qur'on va Qur'oni Karimning ahkamlarini yakunlab chiqish yo'llariga munosabatlik fanlar, ya'ni fiqh deb tushunsak bo'ladi. 9-si Qur'oni Karimni o'qishdagi vaqt va ibtido masalalari. 10-si Qur'oni Karimniki ilmu jadalul Qur'on deb qo'yib Qur'oni Karimni va undan boshqa temalar bor endi. Bizlarga hozir shu darsga tayyorlik qilgan vaqtimizda bizga qulay bo'lgan biz to'plash imkoniyatiga erishganlar shu, ammo yana to'plasak o'quvchilarning vaqtininki ilinib ketish masalasini o'ylashmasak yoki so'z darsininki hajmini uyg'unlab ketishini o'ylamasak boshqa ta'rifotlarni tushunsak bo'ladi. Har holda Qur'oni Karim o'z ichiga oladigan temalar, intayin ko'p. Biz 10 ni to'plab keldik. Bundan keyin agar inshaalloh darsimiz jarayonida qolganlarini so'zlab mangamiz inshaalloh. Nima va Qur'oni Karimning ulumul Qur'onning ta'rifoti va ulumul Qur'onga munosabatlik cho'ng temalar. Undan keyin shuning ichidagi bizga maqsadli bo'lgan hozir o'qimoqchi bo'lgan ilmu tafsir va nima va usuluhu. Ya'ni mana shu vaqtda usulut tafsirga munosabatli temalar kelsak, buningdan 19 temani tanlash imkoniyatiga erishdik. Birinchisi Qur'oni Karimning tafsir prinsiplari, usul. Ikkinchisi Qur'on tafsir qoidalari. Üçüncüsü tefsir tarihi mesela. Resulullah'ın devrinden tartib ta bugunga qadar tefsir o'zining ma'lum bosqichlarini besib o'tgan, yetilish, paydo bo'lish, taraqqiy qilish bosqichlari bo'ladi. Shularning munosabatlik. Undan keyin mufassirlarning tabaqat darajalari, nasx mansux va tilga munosabatlik, am xos, mutlaq, muqayyad, mujmal va mubayyin, muhkam va mutashabih, mubhamatul Qur'on, al-wujuh va an-nazair, أقسام القرآن، أمثال القرآن، أسباب الاختلاف في التفسير، مناهج المفسرين، اتجاهات التفسير، أنواع التفسير باعتبارات مختلفة، ترجمة، معاني القرآن الكريم، شروط المفسر وآدات التفسير قطرلıq علوم القرآن münasibətlik 19 tane çoğ temi var. Hem de bizning bugungi mushu kitobimizda o'qiydigan mana kitobda hozir biz o'qimoqchi bo'lgan, mana mushu kitobda o'qimoqchi bo'lgan temalar şu 19 temadan ma'lum shaklda xaslanib 11 tema o'z chiqarilgan ma kitobda. Chunki ma kitob hozir dars boshlashdan ilgari sizlarga deb qo'yish to'g'ri keladi. Mush sohadagi mubtadi, ya'ni yangi boshlang'ich saviyadagi, bular ulumul Qur'onga yangi qadam olgan o'quvchilarga nisbatan eng mos keladigan, eng oddiy tili yengil, mazmuni ro'shan kitoblarning birisi. Mush kitobimizda qancha mazmun tilg'ilingan desa, birisi Qur'oni tafsirning ta'rifoti va ta'vildan bo'lgan farqi, darajasi va uning fazilati qatorliq masalalar buning birinchi temasi. Ikkinchi temizda ilmu tafsirninki, ya'ni tafsirninki paydo bo'lish, taraqqiy qilish va biz o'tgan bosqich, tarixiy bosqichlarni so'zlaymiz. Uchinchi temada mufassirlarninki o'xshamagan shaklda tafsir qilishning sabablari, omillarini so'zlaymiz. To'rtinchisida asalibut tafsir, ya'ni tafsir uslublari. 5-incisi turuqut tafsir, 6-incisi tafsir manhajlari, 7-incisi İrabul Kur'an-ı Kerim, 8-incisi Garibul Kur'an-ı Kerim, 9-incisi El-Vucuh ve Nazar, 10-incisi mufassir ihtiyaçlıq muhim qaideler, 11-incisi tefsir sahasidagi muhim deb qaralgan bir qism kitoblar va kitobning avtorlari qatorliq masalalarni jami 11 turlik temini qana qilgan o'z ichiga olgan kitobning o'zi. Mushu bo'yicha inshaalloh o'qib oxiriga chiqamiz. Undan keyin mushu ulumul Qur'on sohasidagi muhim yozilgan asarlardan masalan Buhus fi usulut tafsir ve menahicuhu, hozir biz o'qimoqchi bo'lgan kitob.
Bu bizningki shu o'qitish manhajimizga tiqilingan maktab. İkincisi Lamhat fi ulumul Qur'on va tijohat tafsir Lutfi Sabbag'ninki umu bizning o'qitish manhajimizga kirgizilgan. Üçüncüsü Doktor Abdullah Shahhatininki ulumul Qur'on. Dördüncüsü Adnan Zurzurninki ulumul Qur'on. Ma'ishkisi o'quvchilar cho'qim kirib o'tishga tegishli kitob, ammo bizning xususan biz o'zimiz qo'llanayotgan o'qitish manhajimizga buni hozircha tiqmoqliq. Chunki manhaj deganning bir cheki bor. Unga xalqqa butun kitoblarni hammani tiqib olsak, o'qib bo'lmaydi. Undan keyin Mannavul Qattanninki Mabahis fi ulumul Qur'on bu manhajimizda bor. Shayx Zarqanininki Manahilul Irfan fi ulumul Qur'on. Bu bizning manhajimizda bor. Undan keyin Adnan Zurdurninki Ulumul Qur'on va I'jazuhu va Tarihu Tawfiqihi nomli kitobi. Undan keyin Lamsat Bayaniya nomli kitob. Undan keyin Muhammad G'azalininki Nazarat fil Qur'on nomli kitobi. Undan keyin Shayx Yusuf Qaradawininki Kayfa nata'amal ma'al Qur'on kitobi. Undan keyin Doktor Muhammad Husayn Zahabininki At-Tafsir val Mufassirun nomli kitobi. Undan keyin Al-Israiliyat val Mawdu'at fi kutub at-tafsir nomli kitob. Al-I'jaz al-ilmi fil Qur'on Zughul Najjarninki. An-Nabaul Azim Allama Muhammad Abdullah Darrazninki. Ma kitoblar hammasi mushu sohadagi agar mush sohada men kasbiroq yetishiman, mush sohada cho'nqur tushunchaga erishiman degan o'quvchi o'qib oldin bir qitim o'tkazishi kerak bo'lgan kitoblar. Mayli buning ichidagi biz manhajga tiqqan bo'laylik yoki tiqmagan bo'laylik, maydon manhajning sirdiki bo'lsin, cho'qim o'quvchilar bir qitim ko'rib tugutishi kerak. Endi biz mushu mazmunlarni so'zlab bo'lgandan keyin o'zimizning darsiga kelamiz. Kitobdagi mazmunlarga qolgan kitob mufanga munosabatlik masalalar, undan keyin kitobimizdagi tushunchalarga munosabatlik masalalarni inshaalloh kitob o'qish jarayonimizda, mush kitobni tugutish jarayonida qolgan masalalar sizlarning savollaringiz orqali inshaalloh to'liqlab tugutimiz inshaalloh. Kitobni o'ziga kelaylik. Biz Abdurninki kitobda keltirgan muqaddimasini qisqacha bir tushuntirish bergandan keyin kitobning asosiy mazmuniga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-muqaddama. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruhu va natubu ilayh va na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد هميلنga ma'lum atrofimizda mayli diniy palla olsun yoki dunyoviy palla olsun, biz kuchimizni sarf qilishga tegishlik va qanchalik tirishchilik ko'rsatsak arziydigan pallaning birisi Allohning kitobi Qur'oni Karim. Chunki so'zning eng yaxshisi Allohning kitobi, yo'lning eng yaxshisi payg'ambar alayhisolamning yo'li. İşlarning yomini, ishlarning yangi paydo bo'lgani. Har qanday yangi paydo bo'lgan ish bid'at, har qanday bid'at dalolat. Abdur shu vajidan bu kitobni yozishga, tayyorlashga tutish qilganligini bayon qilib, o'ziningki Riyozdagi Darul Muallimin fakultetida usulut tafsir darsi Abdur topshirilganligi bundan ilgirimi
bu fan to'g'risida berilgan ba'zi bir tadqiqotlarga qatnashib, ma fanda dastlabki yangi o'quvchilarga nisbatan qulay, oddiy yozilgan kitoblarni topolmaganligini aytib, masalan, garchi Turas cho'ng-cho'ng kitoblar bor, bayatni biz ahammul kutub qatorida bayon qilgan. Lekin har holda yangi o'quvchilarga nisbatan bularmi ma fan sohasiga tunji kirgan o'quvchilarga nisbatan qulay, mush fanning mabahislarining, buhuslarining hammani o'z ichiga olgan, o'quvchilarni ziriktirib qo'ymaydigan bir kitobning bo'lishi har qanday fanda muhim. Bo'lib o'qitish sohasida faqat odam bu masalani obdan tushunadi. Shuni o'ylab bu kitobni yozganligini bayon qilib muqaddimada oxirgi duosi vasallallohu an yaj'alahu kholisan liwajhihi innahu sami'un mujib degan duo bilan oxirlashtirgan bo'ldi. Aniki kitobning biz bayatni deb o'tgandek asosiy temalari 11 temaga bo'lingan. Asosiy temalari 11 temaga bo'lingan. Buning ichidagi birinchisi usulut tafsirininki ta'rifati va uning fazilatining nimasi, bayoni, makonining darajasining bayoni va nimasi, fazilati qatorliq mushu sohada to'xtalamiz. Avval biz usulut tafsir degan so'z va buning tushunchasiga kirishdan ilgari mush usulut tafsiridagi, mush izofatlik birikmidagi usul degan so'zga kelaylik. Hammalar bilamiz, usul ko'plik siyg'idagi so'z, ko'plik shaklidagi so'z. Buning birligi asl. Lug'at ulamolari va kasbiy ulamolarning bunga bergan ta'biri asl degan so'zning lug'at ma'nosi har qanday narsaning ostini ko'rsatadi. Asfalu shay yoki mansha'u shay shunami. Har qanday narsaningki osti yoki har qanday narsaningki paydo bo'ladigan manbasini ko'rsatadi. Anda olganda har qanday narsaning osti paydo bo'ladigan manbasi degani uning ustidagi qismi va undan keyingi qismi shuningga tayinadigan. Buni arabchada qanday ifodalaylik desanglar, va huwa ma yubna alayhi ghayruhu. Boshqalar uningga asoslanib turadigan, uningga tayinib turadigan narsa deb bunday ta'rif qilinglar. Masalan, aslul jabal deb qo'ydi, tog'ning osti qismi. Aslul jidar deb qo'ydi, tomning osti qismi. Haliqqa beton bilan qo'yilgan bir qismi va aslining qismi. Ondan keyin aslu shajara deb qo'ydi, daraxtningki yildiz qismini ko'rsatadi. Abtur mush asosida deyotdi. Ta'rifuhu al-usul lughatan jam'u aslin. Usul lug'at jihatda aslining ko'pligi bo'lib, va huwa fil lugha asl deganimiz lug'atda boshqalar uningga ehtiyoj bo'ladigan. Amma yuftaqaru ilayhi degani boshqalar uningga ehtiyojli bo'ladigan. Ammo u boshqalarga ehtiyojli bo'lmaydigan narsani bir asl deymiz. Bayatin ta'rif qildik-ku. Asfalu shay deb. Asfalu shay har qanday narsaning osti ustiga ehtiyojli emas. Ammo usti uning o'rnining muqim turishi, sabit turishi ostiga ehtiyojli. Mansha'u shay dedik. Bir narsaning paydo bo'ladigan o'rni. Har qanday narsa o'zining paydo bo'ladigan o'rniga muhtojki, paydo bo'ladigan o'rin keyin uningdan o'sib chiqqan narsaga muhtoj emas. Yani bayatning gapining xulosasi shu. Ya'ni va huwa ma yubna alayhi ghayruhu. Boshqalar uning ustiga quriladi. Ammo shariatchi mush lug'at shariatdagi lug'atda desa ibaratun amma yubna alayhi ghayruhu. Hozir degan gap shu. Boshqalar uning asoslanadigan. Va la yubnahu ala ghayrihi. U boshqalar asoslanadigan narsa asli bo'ladi. Ana olgan vaqtda biz o'zimizning tiliga aylanib tushundirsak, har qanday narsaningki asosiy qismi, ba'zi qismi ama asli qismi bir narsaning nima bo'ladi, asli bo'ladi. Demak, xulosalasak, val asli deganimiz uning hukmi o'zi mustaqil sabit bo'lgan va huwa ma yathbutu hukmuhu bi nafsihi va yubna alayhi ghayruhu. Boshqalar uningga nima bo'lgan asoslanadigan narsa, boshqalar uningga asoslanadigan narsa bir asl. Masalan, buni ota-bolaga ishlatadi. Ota-onalarni odatda lug'atda usul deb ataydi. Balalarni furu' deb ataydi. Chunki balalarning paydo bo'lishi ota-onalarga muhtoj, ammo ota-onalarning paydo bo'lishi balalarga muhtoj emas. Ma'noqadan furu' usul deb qo'ydi. Ba'zi kitoblarda buni ota, bola deb tushunsak bo'ladi. Ondan keyin istilohda bayatning shariatning kitobda katalogida kelgan azib qoldi-da hisobda. Istilohda, normal istilohda asliningki 4 xil ma'nosi bor. Birinchisi dalil ma'nosi bor. Masalan, odatda biz fiqhiy masalalarni bayon qilib kelib, bu masalaninki asli kitob sunnatdan deb mana bir gaplarni deb qo'yamiz-ku. Aslu hadhihi al-mas'ala min al-kitab va sunnah deb qo'yamiz. Nima degan gap bu?
ma masalanki Qur'on va hadisdan olingan dalili degan gap. Ondan keyin bizning bu o'qiydigan maxsus fandan birisi bor, usul fiqh deb. Uni nima desa, fiqhningki dalillari degan gap. Dalillar degan gap. Demak, aslining birinchi ma'nosi qaysi ma'noda? Dalil degan ma'noda. Ikkinchi ma'nosi rajahan, ya'ni kuchli bo'lish. Kuchli bo'lish yoki kuchli qismi deb ataladi. Masalan, al-aslu fil kalam al-haqiqa. Bunda deb qo'ysak, asli mundaqdi, asli mundaq bo'lish kerak deb qo'ymiz bizning Uyg'ur tilida-chi. Bu ish asli mundaq bo'lish degan gap, asli biz tanlaydigan ma'noda, buning bunda bo'lishga tegishligi ma'noda degan ma'noda. Ya'ni normal bizning til islohimizmi deb qo'ymiz bu gapni-chi. Asli men bugun sizning qashingizga bormasligim kerak degani, asli men bugun qilishga tegishli ish bormaslik deb bir narsaningki tanlangan qism, kuchli qismini biz asl deymiz. Ikkinchisida. Uchinchisida al-qoida al-mustamirra degani ya'ni amal qilinib kelayotgan bir qoidani nima deb qo'ydi? Asl deb qo'ydi. Masalan, bu qoida, bu yoki bu hukm, bu so'zimiz falani asliga tayangan deb qo'ydi. Ma'lum bir qoidaga tayangan degan gap. Masalan, qavoid fiqh kitoblarimizda ibahatul mayyit lil muttar ala xilaf al asl deb qo'yamiz. Ala xilaf nima? Al asl. Ya'ni mayyitga mustar qisliq qolgan odamga o'lchilab qolgan hayvonlarningki halol qilinishi bu asliga qarshi degani, asl asoslangan qoida o'lchilab qolgan hayvon degan nima? Harom. Buning zid degandek bunda bir ma'noda. To'rtinchisi usul fiqhdagi qiyos babidagi ikki voqelik. Birisi nasda hukmi kelgan voqelik, yana birisi nasda hukmi kelmagan voqelikningki nasda hukmi kelgan, ya'ni qiyos qilinadigan voqelikni asl deb ataymiz. Xo'sh, ma'vanda istilohdagi asl degan so'zning qo'llanilishi. Endi bizning hozirgi tafsir bobiga kelgan vaqtda shu lug'at ma'nosini asos qilgan asosda boshqalar uningga quriladigan, ammo u boshqalarning ustiga asoslanib qurilmaydigan. O'zining hukmi mustaqil, boshqa uningga asoslanadigan ma'nolarni usul deb ataymiz. Endi tafsirga kelsak, tafsirninki ma'nosida ulamolar bir qancha xil ixtiloflashib qoldi. At-tafsir lug'atan. Lug'at jihatga tafsir deganimiz ixtilafa ulamaul lug'a fi lafz at-tafsir. Til ulamolari tafsir degan so'z haqida ixtiloflashib qoldi. Faqil degani birinchi ko'z qarash. Bu tafsir degan so'z fa'ala yufa'ilun chiqqan tafsir o'lchami bo'lib, ya'ni asli fasrdan chiqqan. Fasrning lug'at ma'nosi qiyin lafzidan maqsadni echish, oydinlashtirish degan ma'noda. Masalan, Qur'oni Karimda mushu tafsir degan so'zni lug'at ma'nosida ishlatilgan oyatdan birisi va la yasalu va la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq va ahsana tafsira degan oyatda tafsirining mushu lug'at bo'yicha ma'nosi ishlatilgan. Ya'ni eng yaxshi, go'zal tushunchalar, go'zal tafsilotlar degan ma'noda mushu o'rinda. Bu birinchi xil ko'z qarash. Men ini o'qib olaylar, kalim zehnimizni yig'aylamaydi. Bu tafsir fasrdan chiqarilgan taf'il bobi bo'lib, ma'nosi echish, oydinlashtirish degan ma'noda. Ikkinchisi bu ishtiqoq maqlub deganimiz asli mushtaqun minhu, asli so'zning tip yiltizidan keyin chiqarilgan, so'z yosilib chiqargandan keyingi so'zda harf o'rin olmishish ahvoli yuz bergan degan gap maqlub deganimiz. Bu asli nimadan chiqarilgan desa, sa, fa, radan chiqarilgan. Ya'ni sin oldida, fa nada o'tirdi. Bayatni tafsirini o'zining tip yiltizga qaydirsak, fa, sa, ra bo'ladi. Fa oldida, sin o'tirdi, ra keynida. Ammo hozir men ikkinchi fikrda asli bu sa, fa, radan chiqarilgan. Hozirgi tafsir degan so'z maqlub so'z. Maqlub degani, ya'ni so'z yasalish jarayonida harflarning o'rin olmish ahvoli yuz bergan. Anda olsa ma'qul. Shuna deb turdi. Ma'nosi nima desa, ya'ni safarana ma'nosimi, ya'ni echish, yuritish, aqatish degan ma'nosi bor. Masalan, safaratul mar'u sufura deb mana jumlalar kelib qoladi. Ayol kishi o'zining yuzini ochdi degan ma'nosi. Ya'ni ayol kishi o'zining yuzidan yog'liqini, hijobini olib tashlagan vaqtda safaratul mar'a deb qo'yamiz. Safira deb qo'yamiz. Safira. Asfara subhu deb qo'yamiz. Tang aqasa, tang assa, asfara subhu deb qo'yamiz. Demak, ma'nodimi iboyatdan fasara degan ma'nodan, fasaradan chiqqan ma'nolar ma'noning asosan nima o'xshash.
Meyli fəsərədin çıxasın, meyli səfərədin çıxasın, ikkili halətdə bunun mənisi aydınlaşdırış, eçiş, bayqaş degan ma'noda. Endi hər halda bu atalğı, şu fənnin atalğısı təfsir, təf'il babida chiqarishning sababi lug'at ulamolari aydınlaşdırgandek har qanday fe'l fa'ala babiga o'zgartirishining sabablarining ichidan birisi mazmunninki ko'pligini, mubolig'ini ifodalash uchun deb bor. Unda olganda Qur'onning ma'nosini aydınlashtirish degandan boshqa menda bir xil shu aydınlashtirishda bu mubolig'a. Demak, Qur'oni Karimning ma'nosini qanday qilib o'tish, ichib o'tish, favqulodda tushuntirish degandek bir xil ma'nolar asosiy maqsad qilingan. Shunga davotida faqalu ulamolar aytadiki, tafsir degan so'zni taf'il babiga asoslanib turib chiqarilishi nima uchun? Lit-taksir, ya'ni ma'noni ko'pligini yoki mubolig'ini ifodalash uchun degandek ma'noda. To'y. Şeyh Ragib Asfahani davotida mayli al-fasr olsun, mayli as-safr olsun, ikkilisining ma'nosi taqarrub, o'zaro bir-biriga nima yaqin. Xuddi lafzi yaqin bo'lgandek. Lekin ikkisining iste'mol jihatdagi farqi ju'ila al-fasru li izhar al-ma'na al-ma'qul. Ya'ni aqli da ma'naviy hukmlarni oshkorlash uchun fasr ishlatilindi. Fasr shunga qilindi. Ve ju'ila safru li ibraz al-a'yan al-absar ki amaliy ko'zga bunda zati narsalarni, amaliy moddiy narsalarni ko'zga bunda oshkorlashga nima ishlatilindi? Safr ishlatilindi. Mualaqatil isti'molat jarayonidan erishgan tajriba bu mu ahamiyat berishga tegishli, nazar tashlashga tegishli muhim gapdan birisi. Ana yana boshqa bir fikrdan birisi safaratul mar'a an wajhiha asfara subhu deb mushu ma'noda kelyapti. Asfara subhu deb mana deyilganlar bo'ldi. Har holda bu sohada til ulamolarining o'xshagan ko'z qarashlari bor. Mushu ko'z qarashlar bilan billa kallamizga singdirib olsak bo'ladi tafsirning ma'nosini. Undan keyin tafsirning istiloh ma'noda bu endi buni tushuntirmak tas emas, bu noyat oddiy gap. Tafsir degan nima desa, shu Qur'onga munosabatlik, Qur'onning mazmunini ochadigan so'z, fan deb tushunsak bo'ladi. Odatda oddiy kichik o'qimagan bolalardan so'simi tafsir degan nima desa, shu masjiddagi imom xonimlarimiz yoki ustozlarimiz Qur'oni Karimni tafsir qilib turadi, shu bizga Qur'onni tushuntiradigan noyat oddiycha masalalarga magapni deyishning sababi o'quvchilar nuqullarga kitobga bog'lanib qolmay, masalaning hammani shu kitobdagi qilib, kitobdagi sig'i bo'yicha emas, o'zimi bir tafakkur tasavvur qilib qolsa oydinlashadi. Istilohan tafsir degan nima desa, ilmun يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يعني وبربن بولوب علم دegen bir pen bulup bu pen arqılı Allah'ın özünün peygamberi Muhammed aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem düşürülgen kitabı düşünülüdüğün ve onun ma'nolarının bayanı, ahkamlarını ve hikmetlerini çıkarış şunun olan düşünülüdüğün pen nima bo'ladi? Tafsir bo'ladi. Ya'ni xuddi biz bayatdan zag'ir til bo'yicha degan gapimizga o'xshash ma'nosi. Abu Hayyan yuqoridagi ta'rifat Imom Zarkashiyninki Burhondagi ta'rifat. Abu Hayyan davotida tafsir degan nima desa, bu bir pen bo'lib, bu penda Qur'oni Karimninki alfozlarini qanday talaffuz qilish, uning alfozlarining so'zlarininki mazmuni ve o sözlerinki yekki haldaki hükümleri ve kurashtirilma haldaki hükümleri ve kurashtirilma halda şununla qartıldığan ma'nolari ve şununla münasebetlik mazmunlar bahs qilinadigan fan deb mandaq ta'rif qildi. Hisobda gerçeklik so'zlar ishlatishda, so'z ishlatishda, qurilma ishlatishda yuqoridagi İmam Zarkashiyning ta'rifati bilan Abu Hayyanning ta'rifatidan da aloqa qaramoq shakli jihatda farq qilganda qilgan bilan amaliyotda haj kelsa bir mudda, bir maqsadni qanday qiladi oydinlashtiradigan ma'nolar. Undan keyin biz tafsir kitoblariga ko'z yugatgan vaqtimizda bunday bir masalalarni bayqaymiz. Ya'ni ba'zi tafsirlarda tafsirni tafsir deb qo'llanib şu fassara yufassiru tafsir degandek so'zlarni qo'llanadi. Ba'zi tafsirlarda ta'vil, masalan mufassirlar demakchi bo'lsa, qala mufassirun desa, ba'zi mufassirlar ba'zi tafsir kitoblarida qala ahlut ta'vil deb qo'yadi. Ba'zi kitoblarda
tafsiru hazihil aya deb kelsa, ba'zi tafsirlarda ta'vil hazihil aya deb keladi. Ya'ni munosib qilgan vaqtda bizning o'zimiz tafsir kitoblariga ko'z yuguritib bayqasak, tafsir bilan ta'vilni o'rtaq ishlatadi. Farq bormi yoki farq yo'qmi desa, avtor buni bizga oydinlashtirib, al-farq bayna at-tafsir va at-ta'vil. Ya'ni tafsir bilan ta'vilning o'rtadagi farq deb kelib, ta'vil lug'atan avlidan chiqqan. Odatda biz arab tillarida avvalal kalam, ta'awvalal kalam deb qo'yamiz. So'zlarni qana qilgan, ishini mulohiza qilgan so'zning ichidagi mazmunlarni tadabbur qilgan, mo'ljarlagan. Masalan, so'z andakan, mundakan, asli mandaqat falan yerdan kelib chiqqan buning ma'nosi. Endi lug'at jihatdagi ma'nosi bo'lib qolsa, mufassirning islohidagi ta'vilning ma'nosida ancha muncha o'xshamagan ko'z qarash bor. Masalan, o'xshamagan ko'z qarash hozircha qolat toifa degani bir xil ko'z qarash, ma'batdagi va qolat toifa yana ikkinchi xil ko'z qarash. Masal turib hozir buni deymiz bir-birlab. Qolat toifa bir-biriga ko'rmali davotida tafsir ta'vil ikkisi ma'nodosh. Amaliyotda ason hal qilmoqchi bo'lsa, masalan hal qilsa bo'ladi. Ammo bir talibul ilmi bo'lish bilan har holda o'xshamasliklar bormi? O'xshamasliklar bo'lib qolsa, na'nada bor, qanchalik o'xshamaslik yo'q. Mutarodif degan taqdirdami, ancha muncha iste'molda o'xshamaslik chiqib qolishi mumkin-ku. Abul Abbos Ahmad ibn Yahya Salab davotida ta'vil, ma'na, tafsir degan 3 so'z birga, hammasining ma'nosi bir. Ma'nodosh so'zlar deb mandaq davotida. Imom Suyuti bu gapni Abu Ubayd va bir bilik ulamolarga, mush sohadagi kasbiy ulamolarga nisbat bergan ahvollarım bor. Masalan, shu o'xshash ma'nining qatoridan birisi Payg'ambar alayhisolamningki Ibn Abbos radhiyallohu anhu qilgan bir duosi va ham bilan tunishdiqqa Allohumma faqihhu fid-din va allimhu ta'vil. Allohumma faqihhu fid-din va allimhu ta'vil. Mishada asosan mufassirlarning hammasi, ulamolarning hammasi Rasulullahning bu duosiga ta'vilni bil ittifoq nim deydi, tafsir deydi. Shunlashqimi Ibn Abbos radhiyallohu anhu'ningki Tarjumanul Qur'on degan nomi mushahid ilingan bo'lsa kerak. Amaliyotda Ibn Abbos radhiyallohu anhu'ningki hayotiga, ilmiy hayotiga qarasak, shu boshqa soha qilgan vaqtda tafsirga qo'shgan. To'rtta tafsir sohadagi o'rni intayin yorqin. Andikin Ibn Abbos radhiyallohu anhu'ningki ana mimman ya'lamu ta'wilahu. Ya'ni men Qur'oni Karimning ma'nosini bildigan odamning qatoridan birisi degandagi ta'vilmi? Ibn Abbosning mushadagi ta'vil degan ishlatgan iborasimi? Maqsad tafsir maqsad. Undan boshqa Mujohidningki rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih ki oyatni tafsir qilib kelib o'tib, shu oyatning mazmuniga munosib shaklda ar-rasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu degandagi ta'wilahu degan mush iboratdagi bu ta'vilning o'zidimi? Yana Qur'onning tafsiri maqsad. Ya'ni Qur'onning tafsirini demakchi. Undan boshqa tafsir Tabariga qarasak, Ibn Jarir at-Tabariyninki rahimahulloh o'zining tafsirida davomli mandaq bir gaplarni uchurtimiz. Al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala واختلف أهل التأويل في هذه الآية ديجندكي جبلنا وشرتمز يقردك باشتكي اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل أنا ممن يعلم تأويله الراسخون في العلم يعلمون تأويله القول في تأويل قوله تعالى واختلف أهل التأويل في هذه الآية ديجند يقردك مثلنا همسك تأويل ديجند سوز إنك لا تفسر معنى استه ما misallarni akab turib tafsir ta'vil bir ma'noda deydigan bir bilik ulamolar bor. Ma'lumot ko'z qarashi ma'vo. Ikkinchi xil qolat toifa degani endi bir bilik ulamolar yo'q. Tafsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor deydi. Farq bor deb bo'lib, shu farqdimi? Andan keyin o'xshamagan ko'z qarash bor. Qanday farq bor desa, buningdagi birinchi deb raqam qo'yilgani bu bir xil ko'z qarash, ostibatni osti qarasanglar ikkinchi deb raqam qo'yilgani bu ikkinchi xil ko'z qarash. Cho'ng jihatni ikkiga bo'lingan, undan keyin ikkining ichida har birisi yana birinchisimi alif bilan ba deb ikkiga bo'lingan, ikkinchisi alif, ba, nima, jim deb nechiga bo'lingan, dal deb to'rtga bo'lingan. Hisobda avval tafsir bilan ta'vilning o'rtasida farq bor degan ikkiga bo'linadi. 1 2. Undan keyin birinchi guruhdagilar ikki xil farqlantiradi. Alif, ba. Shundaymi yo? Undan keyin ikkinchi xil ko'z qarashdagilar 4 xil farqlantiradi. Alif, ba, jim, nima, dal. Demak, farq bor deganlarning o'xshamay qolib qoldi. Masalan, qarab boqaylik. Bir bilik ulamolar davotida tafsir bilan ta'vilning o'rtasida farqlar bor. Depolib summaxtalaf, aniq ixtiloflashdi. Birinchi ko'z qarashdagilar ma'lumotlarning ichidan bu tafsir bilan ta'vilning o'rtasidagi farq am xoslikdagi farq
Birisi am, birisi xas. Yine mışlar digenlerle okşamaydigan köz qarashda. Bir-birliklari Mavla tafsirini am desa, ta'vilni xas deb, Mavla ta'vilni am deydi, tafsirini nim deb xas deb. Demak, ikkisini o'tirib, masalan deyli, alif, ularning ba'zi deydi, tafsir ta'vilga qaraganda amroq. Shuning qatoridan Rag'ib Asfahani tafsir ta'vildan nima amroq. Nimishqa tafsirning istimolatining ko'pinchisi so'zlikning ma'nosiga qaratilgan. Ma'noda bo'ladi. Masalan, bir so'zning ma'nosini bayon qilgan bo'lsa, shu so'zning qo'llanish urularini bayon qilgan bo'lsa, tafsir bo'ladi. Ammo ta'vilning istimolatining ko'pinchisi jumla qurilmadagi ma'ni degani. Va jumla masalan, 3 ta bir vagonga o'xshash ma'noda ko'proq bo'ladi. Unda o'ganda ikki nuqtani aytgan vaqtda İlahi kitaplarda mesela Kur'an degandek tefsirlerde ilahi kitaplarda köp qo'llandig'ini shu ta'vil shu yana. Yani ekseru ma yusta'mal. Yani mush ta'vilning en köp qo'llanadigan o'rni ilahi kitaplarda. Am tefsir cho desa ilahi kitaplardan bo'ladi, boshqa yerdan cho bo'ladi deb mushunday farqlanadi. Mavo farq ba deguvchilarning ichidagi birinchi guruhining birinchi ko'z qarashi. Ikkinchi guruh ko'z qarashda ba'zi davotida ta'vil amroq. Nimishqa ta'vil jumladan bo'ladi. Masalan, ta'vil deb bir cümlenin tevili, cümlenin tefsiri deb mundaq qilib. Yoki amaliy yuz bergan masalan men bir ishni qilgan bo'lsam, birisi qishimga kelib, "Men qilgan ishingizni bir tushuncha beringa" degan bo'lsa, ta'vilu amrik deb mundaq ishlatadi. Endi demak, tefsir so'zda ishlatiladi. Ammo ta'vil so'zga ishlatiladi, amaliy ishga ishlatiladi. Deyiladi, "Ma gapninki ta'vili mundaq deb mundaq ishlatsam bo'ladi. Ma ishninki tushuntirilishi mundaq deb ishlatsam bo'ladi." Yani bu nim degan gap desa, ma so'z yoki ish maqsad qilayotgan, qaytadigan bu gapning tigidagi gap degan gap. Masalan, ma gapning ta'vili degan gapning tigidagi gap, maqsad, asosiy maqsad degan gap. Ta'vilu hadal amr degan gap ma ishning tigidagi ish. Sizning ma ishingizni deb tushunamizmi? Nima ish qildingiz manda ishni desa, bu ishning tigi asli mandaqti degan vaqtda ta'vil bo'ldi. Ammo tafsirning aksichiki, bi xilof tafsir degan tafsirning aksichiki, tafsir cümlenin mazmuniga xos qilinadi. Odatda cümlening tafsiri mandaq, ma masalaning tafsiri mandaq deb qadiya, jumla xarakterlik masalalarga an tafsir ishlatamiz. Mavo tafsir bilan ta'vilning o'tirida farq ba deguvchilarning birinchi guruhining ikki xil ko'z qarashi. Ikkinchi xil guruhiga kelsak, ulamolarning qatoridan mayyara anna al-ixtilof baynahuma bit-tabayun. Ya'ni o ikkisining o'tiridagi ixtilof. Yani nimaning o'tiridagi tafsir bilan ta'vilning o'tiridagi ixtilof zid ma'ni jihatdan o'xshamaydi bular. Mana birinchi xil ko'z qarashlar farq bor, lekin iste'moldagi farq. Birisi am, birisi xos. Bunchalik. Ma ikkinchi xil ko'z qarashda ma'nidan farq bor deb kelib, ana bo'lsa ma'nisini deb farqlanadi desa, yana bular uning ixtilofi to'rt xil ko'z qarashni chiqadi. Deyilindi, tafsir degan Allohning maqsadi mandaq deb keskin kesish bir masalani. Ta'vil degan ehtimollik ma'nolarning birini kesib etmasdan qanaqa kuchlantirish. Ma'ning mazmuni manda ehtimoli va ma'sal kuchliroq deb bu Maturidininki, Imom Maturidininki so'zi. Bu bir xil ko'z qarash. Buni cho'qim anglash kerak. Kitoblarda mushuning mos shakldagi gaplarni gap qilishi mumkin. Ikkinchi hadisi ulamoning ichidan mandaq deganlar bor. Tafsir degan rivoyatga munosabatli, ya'ni oyatlar haqida kelgan rivoyat va boshqalarning so'zlarini akilib tafsir qilish qadir. Ta'vil degan rivoyatga munosabatligidan sening oyatga bo'lgan xolis tushunchangni asos qiladi. Masalan, bir misol olaylik. Tafsir Xozimning avtori davotida tafsir bilan ta'vilning o'tiridagi farq. Tafsir degan naql masmu' degani rivoyat boshqalardan ma'lum bir oyatning tafsirini yuqorisi hadisdan tortib tuni asarlargacha yoki boshqa ulamoning so'zlarigacha naql qilishga qarashliq yatawaqqaf. Ta'vil degani bir odamning o'zining oyatga bo'lgan to'g'ri tushunishga qarashliq deb mandaq ta'rif qilib kelib davotida. Masalan, va in toifatan minal mu'minina iqtatalu degan vaqtida mu'minlarning ikki guruh urushib qolsa desa, ma oyat qanaqdir bunda mavhum demakchi emas. O'z vaqtida yuz bergan ma'lum bir voqelikni qanaqa vaqtida ishorat qilyapti demasmi? Bu voqelik kim o desa, Avslan Xazraj. Shundan keyin bu voqelikni cho'qim shu vaqtdagi voqelikni xarva kishilardan naql qilib, asliga to'g'ri qiladi. Ma'no o'zi nima? Tafsir. Ma tafsir. Satud'auna ila qawm uli ba'sin shadid desa, ma oyatmi o'z vaqtda Farislarga urush echish, Yaman ahliga urush echish ajdigan vaqtda tushgan oyat o'qachqa, meyadagi ila qawmin uli ba'sin shadid shularni ko'z tutgan. Bunimi shu vaqtdagi amaliy sharoit, mush oyatning tushish tarixiy jarayonini biladiganlardan gapni akilamiz. Chunki asbabun nuzul rivoyat orqali bo'ladi. Bu hamma o'ylarga ma'lum. Bunimi tafsir deymiz. Va minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya degani payg'ambar alayhisolamga
ba'zi kishilarning eskartish sifatida keltirilgan oyat, yani kimdan demoqchi bo'lsa, shu vaqtdagi Rasululloh bilan bo'lgan Ahnas ibn Sharifning nimasi vaqaligi. Buni shu vaqtdagi oyatning tushish sababi nuzulni rivoyat qilish yo'llari orqali qiladi. Ondan boshqa yana bir oyatlar bor. Va minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Suhayb. Demak, ma'nunga o'xshagan o'zimiz ra'yimiz bilan gap qila olmaydigan, balki Rasulullohning davridagi ma'lum bir voqealikka tayinib turib tushgan oyatlarning sababi nuzul munosabatlik tafsirlari va shu vaqtdan keladigan rivoyatlar keladigan rivoyatlarga naqliga munosabatlik tafsirlarni nima deymiz? Tafsir deb ataymiz deydi Imom Xazin. Andoz ta'vil desa, yo'q. Ta'vil degan oyatning o'zidan olgan tushunchaga asoslanib qilingan tafsirlar ta'vil bo'ldi. Masalan, ta'vilning misoli, ya'ni mana ma'vo va bunga o'xshaganlar tafsir bo'lib, buningda faqat samo bilan degani rivoyatlar bilan gap qilsa bo'ladi. Gap qilinadi. Ammo ta'vilning misoliga kelsak, Alloh taolaniki infiru khifafa va thiqala. Sizlar ig'ir, yengil holati chiqinglar desa, ig'ir yengil degan qanday holat? Bir odamningki kasal holati ig'ir, saq holati yengil. Bir odamning bo'ytoq holati yengil, oylik holati nima? Ig'ir. Bir odamning yosh holati yengil, qari holati nima? Ig'ir. Mushu bo'yicha odamning normal turmushdagi ig'ir va yengillik holatlarining hammasini mushu tahtiga o'zimizning tushunchadan kirgizsak bo'ladi. Buni ma'no o'zi ta'bir bo'ldi. Masalan, shunga ulamolar oyatni tafsir qilib nima deydi desa, ba'zilar bu degan yoshlar, qari holatlar degan gap. Yana ba'zilar kambag'al, boy holati deydi. Yana ba'zilar bo'ytoq, oylik, yana ba'zilar sog' kasal deydi. Yana ba'zilar jalna, ruhliq, ruhsiz. Demak, mushlarning hammasi rivoyatga munosabatli emas, balki xifof va fiqhga munosabatli o'zimizning tushunchasi bo'lib, ma'qulliklarni ta'vildasi bo'ladi. Nima u ta'vil? Ularning hammasi durust, yuqoridagi tafsirlarning hammasi durust. Maqbullar emas. U madam oyatning umumiy prinsiplariga mos kelsa, aqlga zid kelmaslar, ma'qul shaklda tafsir qilish to'g'ri deb mana tushuntirishadi. Ma'vo tafsir bilan ta'vilning o'tiridagi ikkinchi farq. Ikkinchi farqninki ba qismi. Biz cho'ng jihatdan ikki farq bor edik. Birinchisida umum xusus bilan qanday qildi farqlandi, ikki yo'l. Ikkinchisida masalan bir qism mufassirlar yosh va qari holatlar dedi. Yana bir qism mufassirlar kambag'al, boy holatlar dedi. Yana bir qism mufassirlar bo'ytoq, oylik holatlar dedi. Yana bir qism mufassirlar sog' kasal holatlar dedi. Yana bir qism mufassirlar ruhliq ruh. Demak, hammasi xifof va fiqhning tahti kiradigan ma'nolarning qatorida bularni ta'vil deymiz. Buning hammasi maqbul. La bas, madam tafsirning prinsipiga moslam kelsa, aqlga zidlam kelmasa, buni yurdi maqul shakldagi tafsir demakdir. Mana biz hozir nada ketyapmiz hisobda tafsir bilan ta'vilning o'tirdi farq bor degan cho'ng jihatdan ikkiga bo'lindi. Birinchi guruhga tafsir bilan ta'vilning o'tiridagi farq am xosda dedi. Ular birisi an birisi ma'no am desa, yana birisi ana am ma'no xos deb ikkiga bo'lindi. Ikkinchi guruhdagilar yo'q, tafsir bilan ta'vilning o'tiridagi farq ma'no jihatdagi farq, zid ma'no jihati o'xshamaydi bir-biriga deganlarmi yana to'rt xil farq bor degan to'q. Birinchisi avo, ikkinchisi ma'vol, uchinchisi deyilindi tafsir degan hukm bandlarga qaratilgan. Oyatning ma'nosini bandlarning tushungini nimda botiladi? Tafsirda botiladi. Ta'vil degan hukm Haq taologa qaratilgan degani Allohning oyatdan biladigan ilmi, ya'ni demakchi bo'lgan Allohning bilimi bu ta'vilda botiladi deydi. Va ma ya'lamu ta'vilahu illalloh degan oyatni dalil qilib, endi jimni asosan umumlashtirishga bo'lmaydi ma gapni. Bu faqat Alloh mujmal qo'ygan bizga nisbatan, masalan, qiyomatga o'xshash, uning qachon yuz berishi, qachon qiyomatning alomatlari va qachon oshkorlanish qatorliq bizga mujmal qo'ygan g'ayri munosib ishlarda ashtauludu. Lekin Qur'onning tafsirida ma'vo sal yiroqroq farq. To'rtinchi farq Abu Talib as-Su'alabi deb farqini arab deyotdi. Tafsir degan bir so'zning asli tayinlangan ma'nosini qanaqa qilish bayon qilish. Masalan, asli haqiqatmi, majozmi, masalan, siratni yo'l deb tafsir qildi, soyibni matar deb tafsir qildi. Mana so'zga munosabatli tushunchalarni tafsir deb ataymiz. Ta'vilchi desa, so'zningki batinining tushunchasiga asli maqsad nima bu so'zni keltirishdir deb bu avlidan olingan emasmi? Avli degan ishning oqibatiga qaytish degan ma'noda. Va huwa rujuu li aqibatil amr. Unda olganda xuloslasak, ta'vil degan nima desa, maqsadning xarakter, mohiyatni ifoda etadigan, mohiyatini xabar qiladigan hukm ta'vil bo'ldi. Tafsir degan maqsadning dalili, chunki so'zlikka munosabatlik mazmunlar hammasi dalilga hisob. Chunki so'z
maqsadni ochadi. Undaganda ochqish degan dalil deb kelib, buni misol kelib tushuntirish uchun inna robbaka labil mirsad desa, buning tafsiri nima desa, bu inna degan urf mushabbaha bil fe'l ning qatoridan robbaka robb degan olamlarning robbi bo'lgan Allohni ko'rsatdi. Mirsad degan rasdidan chiqarilgan, rasida desa raqaba ma'nosida, rasattuhu desa raqabtuhu degan ma'noda, mirsad mif'al ma'noda. Unda olganda so'z tarjima qilsak, haqiqatan Robbing seni kuzatib turadi degan bo'ladi deb Mavlohimiz tafsir qilsa, ta'vil cho desa, oyatning umumiy maqsadi Allah bandalarni Allohning buyruqlariga tahavvun, sal qarash ve Allah'ın buyruqlariga to'g'rilanish uchun hozirlik, tayyorlikdan g'ofil qilishni ogohlantirib, Robbing seni har doim kuzatib turadi. Sening Allah'ın buyruqi qachon kelsa vaqt ijro qilamiz degan holating sening Allah'ın kuzatishiga eng mos qilgan holat. Agar sen shunda g'aflat qilib qolsang, Allah'ın g'azabi yo'liqsa degandek asosiy maqsad qilingan muddaoni ta'vil deb tushuntirib, ikkisini o'rtadagi farqni bizga bayon qildi. Demek endi tafsirlan ta'vilning yuqoridagi farqlarini ko'rdik. Agar xohlasak ikkisini nima desak bo'ladi? Ma'nodash so'zlash ikkilisi o'xshash. Qur'onning tafsiri, Qur'onning ta'vili deb tushunsak, yoki yuqoridagidek biz bayon qilgandek umumiy farqlarni bir qurib o'zlashtirib olsak, ba'zi bir o'rinlarda mushu ma'nolar bizga asqitib qilishi mumkin. Undan keyin biz o'zimizningki asosiy maqsadga kelsak, biz bayatning yoki asli degan so'zni tushundik. Tafsir degan so'zni tushundik. Endi ikkisini yig'ib kelib, usulut tafsir degan nima? Ya'ni ta'rif, usulut tafsir bi ma'nol murakkab degani usulut tafsirning kimda qurilma shakldagi ma'nosi bilan bo'lgan ta'rifatga kelsak, amma usulut tafsir istilohan, amma usulut tafsir nima? Istilohan bu degan ilmu tafsir shuning asosida turadigan, yaqumu alayha, shuning asosida turadigan mufassirga munosabatlik shart, adablar, tafsirga munosabatlik qoida, yo'l, prinsiplar, undan boshqa masalalarni o'z ichiga oladigan qoida, prinsiplar usulut tafsir bo'ladi. Mushu buni tushunsak bo'ladi. Yoki unda demasak, bu shunda bir fanki shu orqali Qur'oni Karimni to'g'ri tushunishga yetkili bo'ladi, yutuvasal degan yetkili bo'ladigan va Qur'on tafsir qilishda yo'ldan chetnigan, ozg'an yo'llarni bizga ichib beradigan fan deb mana tushunsak bo'ladi. Har holda nim bo'lsin, usulut tafsir shu Qur'oni Karimga xizmat qilish uchun maydonga keltirilgan ko'plagan fanlarning birisi, masalan, ulumul Qur'onning doirasiga tava fanlarning birisi, masalan, tajvid, qiroat, rasmul Qur'on, rasmul mushaf degandek ulumul Qur'onga tava biz bayatdan deb o'tdik darsning boshida. Ulumul Qur'on cho'ng bir tur, buning ostida nurg'un kichik bola turlar va shularning birisi. Ammo yana bir nuqta kalimani chiqarib emaslik kerakki, usulut tafsir boshqa bola turlarga o'xshamaydi. Buning hajmi, ahamiyati, darajasi, o'rni cho'ng o'g'achqa, shuni biz bayatdan askartib o'tgandek ba'zi ulamolar ulumul Qur'onni usulut tafsirni ulumul Qur'on deb almashtirib ishlatilgan holat shakllangan. Endi men usulut tafsirininki ulumul Qur'onga nayt mustahkam bir aloqasi bor. Chunki usulut tafsir ulumul Qur'onning ichidagi eng muhimlarining, eng obrazliroqining qatoridan. Ba'zida usulut tafsir ulumul Qur'ongami ishlatilib qo'ydi. Balog'atdagi juzni kulga ishiltish bobidan va usulut tafsirning ulumul Qur'ondagi darajasini oshkorlash uchun. Endi buning usulut tafsir atilishi biz bayatdan deb o'tgandek asl degan boshqalar unga tayinlagan narsa, ya'ni tafsirning asosi degan gap tafsir dal mushunga tayinladi. Chunki buningga ilmu tafsir tayinladi. Bu o'tirib qo'ygan shart va qoidalarga asosan bunda o'g'achqa shunda deb atalgan. Endi usulut tafsirning asosli g'oya nishoniga kelsak, ma fanninki g'oyasi tafsirga to'g'ri qoidalarni tuzish, sog'lom yo'llarni, to'g'ri manhajlarni tuzish, muhkam shartlarni, mufassirga bo'lgan mislsiz adablarni belgilash orqali tafsirni to'raqlashtirish, muqimlashtirish. Qur'oni Karimni xohlagancha kelganlik odamning hammasi o'zi xohlab tafsir qiladigan, o'zi chaqlab tafsir qiladigan, o'zining maqsad muddaosiga tafsir orlig'idan yetadigan manda shaklga aylanib qo'ymaslik uchun tafsir qilsang, mushu yo'l bo'yicha tafsir qilsa, tafsir qilmasang qilmaysa deb ular bir ramga to'g'izish, bir liniya belgilash, bir relis to'g'izish uchun belgilangan fanning bu maqsadi shu. Ya'ni shu xuddi tajvid fanninki maqsadi Qur'oni Karimning alfozlarini to'g'ri qana qilish, talaffuz qilish bo'lganidek, usulut tafsirininki asosiy g'oyasimi Qur'oni Karimning ma'nolarini to'g'ri ravishda qana qilish, tushunish. Al-fahmus sahih.
Endi ma usul tafsirininki ahmiyatiga kelsak, ma fanninki nurg'un ahmiyati bo'lib, buni sanab bo'lish qulay emas. Buning eng muhimlaridan birisi at-tazawwud bis-saqafati al-aliyya min al-ma'arif al-qayyima, ya'ni qimmatlik ma'rifatlardan buyuk madaniyatni ang safa bilan uzuqlanish va Qur'oni Karimni barliq tirishchanligini, Qur'onning ma'nilarini o'zgartib, Qur'oni Karimda igiz bas qilish uchun tirishchanlikni ko'rsatayotgan dushmanlarga qarshi Qur'oni Karimni mudofaa qilish uchun ilm, ma'rifat qurollaridan qurollanish. Ikkinchi ahamiyati, birinchi ahamiyati. Ikkinchi ahamiyati Qur'oni Karimning tafsirininki to'g'ri yo'llarini bilish. U yo'llarning uchun nima qabul qilinadi, nima rad qilinadi va kimdan tafsirini o'rganish loyiqali bo'ladi, ma'ni tunish va kimning Qur'onni tafsir qilishi to'g'ri emas, ma'ni tunish. Ma uchinchi ahamiyati va foydasi. To'rtinchisi Allohning kitobini to'g'ri ravishda tushunishga yordam beradigan qoida prinsiplarni bilish. Natijada musulmon o'zining aqidasini mustahkam, to'g'ri bo'lgan qoida ustiga qurish uchun. To'rtinchisi, salaf ulamolari Qur'oni Karimning lafzi, ma'nosi olsin muhofazat qilish uchun ko'rsatgan buyuk tirishchanliklaridan xabar tepish. Shu nuqtadan ularga mushu sohada ergashish va ularning prinsipi bo'yicha menish qatorliq ma'vo usul tafsirininki ahamiyati hisoblanadi. Endi usul tafsirininki temasiga kelsak, biz bayatning yo'q darsining oldida hozirda so'zlagan mazmunlar buni oydinlashtirdi. Shunda bo'lsa, avtorning ehtirom bildirish uchun oxirida davom etaylik. Bugungi har qanday narsaning temasi dal ashu fan, ashu narsaninki o'ziga kelgan bir qism ahvollarini bahs qiladigan narsa shuning temasi bo'ladi. Mesela doktorun temasi insan. Çünkü doktor insanın salomatligi uchun insonni bahs qiladi. Shuningdek, ish shunday bo'lgan ekan, tafsir ilmi haqida bahs qiladi. Tafsirining qoidalarini bekitish, prinsiplarini bekitish, tafsir qilish shartlarini bekitish, tafsir yo'llarini bekitish va tafsir prinsipi undan boshqa masalalar nuqtalaridan tafsir haqida bahs qiladi. An tafsirining temasi Qur'oni Karim ma'nosini bayon qilish, ahkam hikmatni chiqqanda bo'lganda usulut tafsirni bahs qilsa, tafsir Qur'onni bahs qilsa, yig'ilib olib usulut tafsir mohiyatida yosda yoki vasliq asosida Qur'oni Karimga munosabatlik. Demak, har qanday narsaning temasi shu narsaning qimmatini belgilaydi. Har qanday kasb bo'lsin, har qanday fan bo'lsin, shuning qimmati shu narsaning temasining qimmatiga bog'liq, qarashliq. Unda bo'lganda usulut tafsirni bahs qilgandan keyin, tafsir Qur'onni bahs qilgan bo'lgandan keyin Qur'ondan qimmatlik, Qur'ondan buyuk, Qur'ondan ulug' narsalar yo'q. Qur'ondan ulug' bahsi yo'q. Undaganda bu fanni shuning sharafiga isil ulug' yoki muqaddas fanlarning birisi deb qaralsa bo'ladi. Ammo fanninki fazilati o'rniga kelsak, ma fanning buyuk darajasi, katta sharafi va shuna deyishimiz chunki har qanday bir fanning sharafi, shu fanlar uguniladigan mazmunning sharafiga munosabatlik. Usul tafsir, ilmu tafsirini bahs qiladi. Amma ilmu tafsirining temasi Qur'oni Karim. Qur'oni Karim kalamning eng yaxshisi chunki Allohning kalami. Anda olganda usul tafsirininki ilmlardagi eng ulug', o'rin jihatda eng buyuk va fazilat jihatda eng ko'p fan bo'lishi ajablanarli emas. Shuning bilan bugungi darsimiz mushada kifoyalimiz darsimiz bilan va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.